Xotira muqaddas va aziz tuyg'u. Xotirlash bu har bir insonning yaqinlarini qadrlash, bu olamdan o'tib ketgan insonlarni eslash va ularning haqqiga duo qilishdir. Xalqimizda qadr etgan qadr topadi degan naql bor. Haqiqatdan ham inson o'zgalarga samimiyatda bo'lib, hurmat-ehtirom ko'rsatsa, o'zi ham atrofdagilarning shunday munosabatiga sazovor bo'ladi. Vatan ravnaqi, xalq osoyishtaligi uchun xizmat qilgan el fidoyilari esa ezgu amallari sabab umrbod kishilar yodidan o'chmaydilar. Nomlari hamisha e'zoz bilan tilga olinib, xotiralari mangulikda muhrlanadi. Insonga har kuni tinchlik, osoyishtalik va xotirjamlik kerak. Tinchligini yo'qotgan xonadon ham, mamlakat ham aslo xotirjam bo'la olmaydi. Tinchlik, xotirjamlik taraqqiyot garovidir. Biz azaldan tinchliksevar xalqmiz. Aynan shu g'oya targ'ibiga bag'ishlangan buyuk milliy ma'naviy merosimiz bor. Ularning barida tinchlikning qadriga yetish targ'ib etiladi. Urush esa batamom qoralanadi. 9-mayni xotira va qadrlash kuni tarzida umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimiz zamirida ham aynan shu ezgu maqsad yotibdi. O'tganlarni xotirlash, safimizda yurganlarning esa qadriga yetish kerak. Mustaqillik yillarida 9-may umumxalq bayrami sifatida 1999-yildan boshlab esa xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Xotira muqaddas va aziz tuyg'u. Xotirlash bu har bir insonning yaqinlarini qadrlash, bu olamdan o'tib ketgan insonlarni eslash. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga o'rnatilgan yodgorlik Muborak tuman markazida Yoshlik mahallasida joylashgan. Yodgorlikda Matomsora ona haykali va binoda Muborak tumanidan jahon urushiga ketganlar ism-familiyasi yozib qo'yilgan. Obyektning taalluqlilik davri 1999-yil qayta rekonstruksiya qilingan. Yer uchastkasining maydoni 0,10 kvadrat metr. Bino va inshoot 0,101 kvadrat metr. Obyektning foydalanish holati tuman hokimligi bu yerga har yili 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tganlarni xotirasi yod olinadi.